kuni kecha talaba expo motivatsion darsi bo'lib o'tdi. Bunda Urdu talabalari, ya'ni Urganch davlat universiteti talabalari bilan ochiq muloqot bo'ldi. Ya'ni tadbirkorlar va talaba uchrashuvida biz bir qator ishlab chiqarish jarayonlari, bu ishni qanday boshlangani, mashaqqatlari haqida talabalarga tushuntirdik. Yoki talaba bizning korxonamizda bugun kelib ekskursiya jarayonida bo'ldilar va korxonamizda qanday qilib mahsulotlar ishlab chiqarilishini, qanday jarayonlar bo'lishini o'zlari ko'zlari bilan ko'rdilar. Mana hozirgi kunda korxonamiz tomonidan 118 ta ishchi xodim ish bilan ta'minlangan. Hozirda yana 50 ta ish o'rni yaratildi. Ya'ni bu yaratilgan ish o'rni o'zimizning, ya'ni Xorazm talabalari uchun. Ya'ni korxonamizda 80% dan ortiq yoshlarni tashkil qiladi. Ya'ni bizning javobimiz yangi O'zbekistonda yangi O'zbekistonning yoshlari hisoblanadi. Korxonamiz sut mahsulotlari ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, hozirgi kunda kuniga 50 tonna sutni qayta ishlab, 65 turdagi sut mahsulotlari ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda O'zbekiston bozorida mahsulotlarimiz sotilib kelmoqda.